Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun chinnilar haqida sizlarni qiziqtirayotgan va ko'pchilik tomonidan berilayotgan savollarga javob olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Shohruxxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Obunachilarimizdan eng ko'p berilayotgan savollardan biri chinnilarning turi ko'payib ketdi. Chinnilarning sifatli yoki sifatsizligini, tillazari o'chib ketmaydiganini qanaqa qilib ajratsak bo'ladi? Shu haqida ma'lumot berib o'ting. Keling, men sizga unda tushunishingizga osonroq bo'lish uchun 20 yildan beri klientlarning ko'nglidan joy topgan, ishonchiga kirib ulgurgan mina chinnilarni misol qilib ko'rsataman. Ko'pchilik yosh xalqlar yaxshi taniydigan modelimiz mana bu ko'pchilikning uyida уже 10 yil, 15 yildan beri xizmat qilyapti. Sifatlari zo'r, o'zining sifatini yo'qotmagan, haligacha odamlar buni talab qilib olib kelishadi, sotib olishadi bizdan. O'zi aslida chinnilar qanaqa bo'lishi kerak? Odam qo'liga olib ishlatganda o'ziga yoqadigan, kayfiyatini ko'taradigan, приятный, zarlari tinov berilgan bo'lishi kerak. Oppoq bo'lishi kerak chinnilari ham. Chinnayotganda asosan tillalariga e'tibor berish kerak. Tilla zar bo'lsa, bu sifati yaxshi hisoblanadi. Chinnini olotganda granulsa chinnisiga ahamiyat berish kerak. Bu oppoq bo'lishi kerak chinnilari, qora yoki молочный rang bo'lishi kerak emas. Ular уже ikkinchi sort chinni hisoblanadi. Birinchi sort vishi sort chinnilar doim oppoq bo'ladi. Chinnilaringiz rostdan chiroyli, zo'r ekan. Zari o'chib ketmaydi deyapsiz. Qancha kafolat berasiz? Necha yil garantiya bera olasiz bularga? Ha, albatta, bizlar mina firmasi chinnilariga 10 yildan 15 yilgacha garantiya beramiz. Tillalari bemalol posudovkaga solsangiz ham, duxovkaga tiqqanda, mikronovkalarda ham o'chib ketmaydi. Zarlari uzoq yilga xizmat qiladi sizga. Orada reklamin tanaffus ko'ramiz. Bu minani oxirgi modeli bo'ladi. Hozirgi yangi chiqayotgan chinnilarda ovqat quyilganda qo'l qizib ketyapti yoki choy quyilganda choy dog'lari qolib ketyapti chinnida. Mina firmasi chinnilarida bunaqa holat kuzatilmaydimi? Siz aytgan holatda sifatsiz chinnilarda ko'p kuzatilyapti. Bizning mina firma chinnilarimizda bunaqa holatda kuzatilmaydi. Chinnilari qalin ishlangan, choy quyganingizda ham ichlarida dog'lar qolib ketmaydi. Bemalol maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Tarelkalari ham tekis ishlangan, sizlarga bemalol uzoq yillarga xizmat qiladi.